Bunaqangi aksiya hali hech qaysi klinikada bo'lmagan. Bepulga soch ektirishni xohlaysizmi? To'g'ri eshitdingiz, bepulga. Radeskiy klinikasi bunday imkoniyatni sizga taqdim qiladi. Buning uchun siz klinikamiz trixologlardan ketma-ket 4 marta PRP terapiya muolajasini olishingiz kerak bo'ladi. Aksiya Latatron o'yini ko'rinishida amalga oshib, PRP muolajasini olgan bemorlarning ismi, familiyalari hamda telefon raqamlari qog'ozchaga yozilib, Latatronga tashlanadi. G'olib Latatron o'yini orqali jonli efirda aniqlanadi. O'yinning mutlaqo g'olibiga bepul soch ko'chirib o'tkazish amaliyoti taqdim etiladi. Bundan tashqari ikkita ishtirokchiga 30% gacha chegirma va yana ikkita ishtirokchiga 6 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati taqdim etiladi. Aksiyamiz 1-maydan 1-sentyabrgacha davom etadi va aksiyaning g'oliblari 2-sentyabr kuni jonli efirda ommaga e'lon qilinadi. Shu bilan birga har oyda aksiya ishtirokchilari orasida yutuqli o'yin o'tkaziladi. Bu o'yinda g'olib bo'lgan insonlarga bitta PRP muolajasi hamda bitta Highlight muolajasi qo'shimcha bonus sifatida taqdim etiladi. Siz aksiyada ishtirok etmoqchisiz, lekin o'zingiz safarda yoki uzoq joydasiz. Bu yerga kela olmaysiz. Sizning o'rningizga do'stingiz yoki yaqin qarindoshingiz sizning nomingizdan aksiyada qatnashishi mumkin va siz o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Aksiya haqida to'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, Quyidagi raqamlarga Telegram orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.